Uztransgaz aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi tomonidan tasdiqlangan reja jadvaliga muvofiq jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlari bilan ishlash sohasida mas'ul xodimlarning bilim va ko'nikmalarini oshirish maqsadida navbatdagi seminar mashg'uloti tashkil etildi. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Tadbir Uztransgaz aksiyadorlik jamiyati Kogon magistral quvurlari boshqarmasi hamkorligida tashkil etildi. Unda Uztransgaz aksiyadorlik jamiyati ijroiya apparati hamda Respublika va Qoraqalpog'iston Respublikasidagi tizim korxonalarining murojaatlari bilan ishlash bo'yicha mas'ul xodimlari ishtirok etdi. Shuningdek, seminarga viloyat xalq qabulxonasi vakili hamda adliya boshqarmasi xodimlari taklif etildi. Tadbir davomida jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining mazmun mohiyati, murojaatlarni ko'rib chiqish tartibi, ularni belgilangan muddatlarda hal etish hamda aholi tadbirkorlik subyektlari bilan samarali muloqotni tashkil etish masalalari yuzasidan atroflicha ma'lumotlar berildi. Ishtirokchilarga murojaatlar bilan ishlashning yagona onlayn platformasi imkoniyatlari, murojaatlarni qabul qilish, ro'yxatga olish, nazorat qilish va ijrosini ta'minlash mexanizmlari bo'yicha amaliy tushunchalar yetkazildi. Shuningdek, sohada uchrayotgan muammolar va ularning yechimlari muhokama qilinib, mas'ul xodimlarning taklif va mulohazalari tinglandi. Uztransgaz aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisining 2026-yil tasdiqlangan reja jadvaliga asosan har chorakda bir marotaba jamiyat tasarrufidagi korxona va tashkilotlarda ijro intizomi va murojaatlar bilan ishlash bo'yicha mutaxassislar ishtirokida seminar o'quv mashg'uloti o'tkaziladi. Navbatdagi o'quv mashg'ulotimiz O'zbekiston Respublikasining qadimiy shaharlaridan biri Buxoro viloyatining joylashgan Kogon magistral gaz quvurlari boshqarmasida tashkil qilingan bo'lib, unda respublikaning barcha viloyatlaridan ushbu sohaning mutaxassislari ishtirok etmoqda. Bugungi seminarimizni o'tkazishdan asosiy maqsad murojaatlar bilan ishlash sohasida yuzaga keladigan kamchilik va muammolarni tahlil qilish, amaliyotda yuzaga keladigan kamchiliklarni bartaraf qilish bo'yicha takliflar va tavsiyalar berildi. Shuningdek, murojaatlar bilan ishlash bo'yicha mas'ul xodimlarning malakasi oshirildi. Bundan tashqari, mazkur sohada yangi qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlarni mazmun mohiyati bilan tanishtirib o'tildi. Ta'kidlanganidek, bunday seminar mashg'ulotlar mas'ul xodimlarning huquqiy savodxonligini oshirish, murojaatlar bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish hamda aholi roziligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadbir yakunida ishtirokchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutaxassislardan javob oldilar hamda kelgusida murojaatlar bilan ishlash samaradorligini yanada oshirish bo'yicha fikr almashdilar.